Assalomu alaykum. Instagramda, YouTube'da hamma joyda ukalarimiz bizdan kichkina, bizdan katta bolalar ham noto'g'ri tushunmanglar. Men o'tgan yili bu narsani Telegram gruppamda ham keltirib berganman. Videolari bor, isboti bilan boshqa qashqa A-book, B-book, keyin gibrid. C-book to'g'risida rosa tema botgan ekan, keyin bitta ukamiz shu Osiyo hududida faoliyat olib borayotgan yoki umuman hech qaysi broker sizlarni bozorga olib chiqmaydi, o'zini ichida olib qoladi deb gapirib chiqibdi-yu. U noto'g'ri narsa. Sababi nimaga? A-bookda o'zini shartlari bor, B-bookni o'zini sharti bor, gibridni o'zini sharti bor. Ya'ni qanaqa? Buni hammasini aniqlab olish mumkin. Bu muammo emas aniqlab olish. Unga ko'p aql ham kerak emas. Sizlar o'ylaganda, ya'ni qaysidir institutda o'qish yoki qaysidir kimgadir borib $5-10 ming to'lab o'qib o'rganish shart emas buni farqiga borish uchun. Bu sun'iy intellekt ham sizlarga aniqlab bermaydi. To'g'risi, ochig'ida. Sun'iy intellektni data centerdagi gapini olib beradi. Xo'p, qanday aniqlaymiz? Qaranglar. A-book brokerlarni o'zini o'sha ish anaqasi bor, nima deydi? Ishlash prinsipi bor. O'sha ishlash prinsipida biriga 200 dan katta plicho bera olmaydi. Sababi nimaga? LP bor. LP, bank, mejbank. Liquid provider, LA bor. Liquid agregator bor. Agregatsiya qiladi bu ikkalasini. Bularni hech qaysi biri biriga 200 dan katta plicho taqdim qila olmaydi. Jami birgalikda bo'lsa, maksimal biriga 200 plicho beradi. Nima sababdan? Qaranglar. NOP degan narsa bor. Mana NOP degan narsa bor. Har bitta u haqiqiy agar broker bo'lsa, A-book broker bo'lsa, bozorga olib chiqsa sizlarni, A-book broker bo'lsa, har birida NOP bor, har bitta valyutasida, har bitta parasida, indeksida, metallida, kriptosida, aksiyasida farqi yo'q, hammasida NOP bor. Ya'ni netting open position, ya'ni bir tomonga ochiq zelkalarning limiti bo'ladi. Limit. Aslida bu uchalasi biriga 100 taqdim qiladi valyutalarga, metallarga biriga 50 taqdim qiladi. Lekin juda ko'p A-book brokerlar oltinga va metallarga biriga 200 plicho beradi. Nimani hisobiga? Oltindagi ochish mumkin bo'lgan lot limitni biriga 50 plicho bo'lgani uchun maksimum H100 da o'shani 4 ga ko'paytiradi. O'shanda biriga 200 bo'ladi plichosi. Bet 4 ga ko'paytirgan bilan NOP limitni 4 ga qisqartiradi, ya'ni bo'ladi 4 ga. Misol 200 lot mumkin bo'lsa, NOP limiti bo'yicha brokerda, misol uchun bitta liquid provider yoki agregator yoki bank tomonidan 200 lotdan berilgan taqdirda ham u buni 50 lotga kamaytiradi. Agar uchalasini qo'shib 600 lot bo'lganda 600 lotni 4 ga bo'lib yuboradi. Misol uchun 600 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsa 150 lot bo'ladi. 150 lot NOP limiti bo'ladi. Ya'ni 150 lotdan keyin сделка ochilmaydi bir tomonga. Shuni bilib olinglar. NOP limit 4 ga bo'linadi. O'shanda H100 sizlar yaxshi ko'rgan H100 parada bir tomonga 200 plicho bera oladi. NOP limit 4 marta qisqartirganning hisobiga. Valyutada 2 marta qisqartiradi, chunki valyutaga biriga 100 beradi. Xo'p, sizlar aytishinglar mumkin. Endi elektron doskaga o'tamiz. Sizlar aytishinglar mumkin, nima sababdan bunaqa bo'ladi? A-bookda u bozorda chegaralanmagan degan tushuncha bor, fikr bor, tagdali yo'q. Shuni bilinglar, hamma narsani chegarasi bor. Bu yer yuzini chegarasi bo'lganda hamma narsani chegarasi bor. To'g'ri, bir kunda hozirgi kunda $908 trillion bizani o'sha Forex'da butun bir bozorda, birjada aylansa, lekin limit bor baribir. Любой brokerga limit beriladi. Qizig'i yo'q, 10 yillik broker bo'ladimi, 20 yillik bo'ladimi, hammasini limiti bor. Bozorga olib chiqsagina sharti. Xo'p. Endi A-bookni bitta anaqasini bilib oldik. Xo'p, biriga 200 ekan. Eng katta plichosi biriga 200 ekan. Xo'p. Bundan endi yana qanaqa farqi bor desanglar, A-bookda spread degan narsamiz bor, bilasizlar, ha? Spread. O'zbekcha yozyapman, ya'ni darrov unaqa yoziladi, bunaqa yoziladi qilib anaqa qilmanglar, o'zbek tilida, o'zimiz tilida yozyapman. Spread. A-bookning spreadini farqi
Hamma broker har xil. Qaysidir broker spreadga make-up qo'yadi. Qaysidir broker qo'ymaydi. Xo'p, make-up qo'ysa qo'ymasa, bitta narsani tushuntirib beraman sizlarga. Abukda spread o'ynaydi, to'g'ri. Bozorda o'ynagan taqdirda, ya'ni misol uchun deylik, A shaxs Toshkentda turibdi. B shaxs Koreyada turibdi. C shaxs misol uchun anaqada turibdi, nima deydi? Yaponiyada turibdi. Xo'p, A shaxsimiz, ya'ni Toshkentdagi shaxsimiz depoziti $2000. Koreyadagi shaxsimiz depoziti $5000. Yaponiyadagi shaxsimiz depoziti $10000, 10k. Endi Abuk broker bo'lsa, bu uchalasida ham bir xil shart bo'ladi. Ya'ni qanaqa? Spread bir xil bo'ladi. Yangilik chiqsa chiqmasa, to'g'ri, ko'tarilish, tushish spreadi ham bir xil bo'ladi. Ya'ni misol uchun 10 bo'lsa, uchalasida ham 10, yangilik chiqqan paytda 50 bo'lib ketsa, uchalasida ham 50 bo'lib ketadi. U narsa nima deydi? Misol uchun A shaxs bilan C shaxs yoki B shaxsni farq qilmaydi. Bir xil bo'ladi spreadi. Va eng qizig'i, valyutaning narxi ham bir xil bo'ladi. Abukning eng asosiy farqlaridan biri. Bundan tashqari, abukligini aniqlash yana bitta yo'llaridan biri, eng yaxshi yo'llaridan biri. Siz pul tashlaganingizda, depozit qilganingizda sizdan komissiya olishi qanchadir. Komissiya olmasa iloji yo'q. Shuni bilib olinglar. Undan tashqari har bir ochilgan lot uchun sizdan komissiya olish kerak. Sizlar o'ylamanglar, u nima deydi, tekinga hech kim sizlarga ishlab bermaydi yoki sizlarni bozorga olib chiqish uchun hech kim yonidan rasxod qilib tashlamaydi. Baribir hammasi biznes bu. Sizlarga xizmat ko'rsatgani uchun sizlardan komissiya oladi Abuk broker. Shuning uchun Abuk brokerda ko'pchilik aytadi, men o'zim brokerim, misol WFFXda ham 2% bo'lsa, 2% komissiya bo'lsa, ko'pchilik aytadi, nimaga boshqa brokerlarda umuman foiz yo'q, depozit qilishga, pul tashlasak 5 sekundda tushadi deb. Xudo xayringlarni bersin, bizda pul tashlasanglar, pulinglar liquid provider, liquid agregator va bankka yetib borish kerak. Mana shunga yetib borgandan keyin sizlarni hisobda ko'rinadi u. Mana shunga yetib borish qiymati va pul ichishlarning qiymati mana shu 2% qoplab beradi. Men yonimdan to'lab bermaymiz u biz. To'g'rimi? Biz yonimizdan to'lab bermaymiz. Shuning uchun komissiya olinadi 2%. Har bir ochilgan lot uchun, har bir ochilgan lot uchun kamerani qarab bu yo'g'i. Har bir ochilgan lot uchun, misol uchun, bir lotga valyutalarda $32 da. Endi tasavvur qilinglar. Mani brokerimda Abukda hech qanaqa referalka yo'q menda. Referal tizimi yo'q. Men referal tizimi yomon demoqchi emasman. Boshqa Abuk brokerlarda bo'lishi mumkin, lekin men mutlaq qarshi bo'lganman boshdan. Shuning uchun broker ochganida bizga yozib ham qo'yibdi. Bizda hech qanday siz klient topib kelsangiz, sizga biz shunaqa to'lab bermaymiz. Hech kimning komissiyasidan ham, boshqasidan ham, qashqasidan ham, ochig'i, foyda zarardan ham. Xo'p, nimaga bizda $32? E'tibor qilinglar. Bizda provider rasxodi bor, data centerlar bor, server bor. Bizning ikkita programma to'xtovsiz obnovleniya bo'lib turadi Play Store'da, App Store'da, plus yana programma chiqaryapmiz yaqinda, tez orada. Biz to'xtab qolganimiz yo'q. Ishchilarimiz bor, ofislar bor, operation ofislar bor. Ikkita Amerikada, bitta Gruziyada, alhamdulillah yana bittasi Kiprda. Bu sajirjaniyasi bor. Undan tashqari sizlar ochgan сделка likvidga yetib borish uchun biz ham komissiya to'laymiz. Broker sifatida biz komissiya to'lab beramiz, chunki likvid tekinga сделкani olmaydi. Sizlar o'ylamanglar, u xayolinglarda просто nimaga men buni doskонально tushuntirib beruvdim ham. Telegram gruppamga kirsanglar, o'tgan yil tushuntirib berganman. Men sentyabrda guruh ochgan bo'lsam, o'sha ochgan paytim tushuntirib berganman. Referalkasi nima, A book nima, B book nima, C book nima. Xo'p, A book mana shu narsa. Rasxod bo'ladi A bookda. Savdo qilganingizda komissiya oladi baribir. Siz nimadan qo'rqing? Siz pul tashladingiz, mana pul tashladingiz. Tashlagan pulingiz nechidir sekundda tushadi, shotingizga bo'ldi. U o'sha qochish kerak yerdan. Farqi yo'q, qaysi broker bo'lishidan qat'iy nazar. Va bundan tashqari sizga birga 1000, birga 2000 va bundan katta plicholar beryaptimi? Yo'q, bu narsa bozorda yo'q, xudo xayringlarni bersin. Bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Bu mumkin emas aslida. Bu bilan jinoyat o'zi. Agar po faktu olsak, birga 1000, birga 2000 bu jinoyat hisoblanadi bunaqa plicho berish. Boshqa davlatlarda. Endi bizda jinoyat emas, anaqa bo'yicha, dunyo ham jamiyatini anaqasida nazarda tushuntirib beryapman sizlarga. Birga 1000, birga 2000 bu opasniy hisoblanadi.
1 ga 200 ham, meni o'zim ham 1 ga 100 savdo qilaman. Rekord hisobda ko'rgan bo'lsangiz, men o'zim 1 ga 100 savdo qilaman, 1 ga 200 emas. To'g'ri, oltinda ozginada 1 ga 200 ishlatib ko'rishim mumkin, lekin standart 1 ga 100 ishlayman. Men 2012 dan beri savdo qilaman. Sizlar kecha boshlagan bolalar 1 ga 1000, 1 ga 2000 yuribdi. 1 ga 100, 1 ga 200 ham bu agressiv, eng xavfli hisoblanadi. O'ta xavfli, ya'ni mana bo'ldi, pul yo'qotishingiz mumkin. To'g'ri, topishingiz ham mumkin, lekin topishingizdan ko'ra yo'qotishingiz ko'proq bo'ladi. Sababi nimaga? Qaranglar. Buni sababi nimaga? E'tibor qilinglar shu joyiga. Kredit plichoyingiz, mana kredit yilka qilay mayli, o'zbekchada. Kredit yilka. Mana bitta plicho qilib qo'yaman. Plicho. Bu qancha baland bo'lsa, mana 1 ga 1000, 2000, 5000, 10000 va ana bitta brokerlar bor, unlimited, beskонечность deydimi, B mi nima? Bu nimaga beriladi? Siz shoshib qolasiz, siz xohlagan сделкani ochishingiz mumkin. Ya'ni bu yerda chista mantiq ishlatish kerak. Bozor, mana buni bozor deb olaylik, dumaloqni. Agar mana bu plicholardan birontasi haqiqatda bo'lganda, ishoninglar, dunyodagi ikkita yoki bitta bankda o'zi butun bir bozordagi сделкani boshqarardi, hammasini. Qaysi narx, misol mana bozorni teng yarimi desak, bu buy, buni sell deb olsak, buy yo sell bo'lishini bitta dunyodagi oddiy bank boshqarib qo'yaveradi. Cho'ntagida bir оборотida bir 50 million dollar bor odam buncha plicho bilan hamma ish qilib tashlasa bo'ladi. Xo'p, bu plicholar kimlarga, nimalarga beriladi? Bu plicho faqat novichoklar ishlatadi va kazino qilmoqchi bo'lganlar ishlatadi. Sababi nimaga? Tez boyib ketaman deb o'ylaydi. Yo'q, aslida bu plicholarni broker berishdan sabab siz Telegram gruppamga kirsanglar, hisob-kitob daftarini ham chiqarganman. 2025-yil oktyabr oyida kitobcha ham chiqarganman. Mana shu spreadlarni hisoblash bo'yicha, qanaqa aniqlash bo'yicha ham hozir tushuntirib ketyapman yana. Siz spreadini hisoblay olmay qolasiz va narxni solishtira olmay qolasiz. Ya'ni bozor bormagan joyga borib yopilib ketgan bo'ladi, sizda spread uraveradi. Mana shu plicho o'lganroq hisobiga. Agar mana shu kichkina bo'lsa, siz aql bilan ishlaysiz. Siz katta lot ochmaysiz, prosatkani ko'taradi shotingiz. Chunki har qanday professionalda ham prosatka bo'ladi. Har qanday professionalda ham zarar bo'ladi. Uni brokerlar ham biladi, uni siz ham, uni men ham bilaman. Shu uchun endi ajratib olish yo'li. Katta plicho va'da qilyaptimi? Katta plicho va'da qilyaptimi? Tashagan puli soniyalarda tushyapti, chiqyaptimi? U pul likvidga yetib bormaydi. Bu fakt, железно. Ishoninglar. Undan tashqari sizga referalka taqdim qilyapti. Mayli, men endi bu referalka taqdim qiladigan hammasini bir xil deya olmaymiz, lekin referalka o'zi aslida nima? Xo'p, bu ko'proq kazinochi ishlatiladi, kazinodagilar ishlatadi. Odam olib kelsa pul beradi, lotdan, boshqadan, qashqadan, lekin Abuk broker uni bera olmaydi. Agar po faktu olsak. Ya'ni bilmadim, balkim beradigani boridir, boshqadir, qashqadir. Qoplamaydi, chunki nimaga? Bir lotiga misol 2 dollardan bersa ham, u likvidga to'lash kerak, soliq to'lash kerak, ishchilariga berish kerak, sodержать qilish kerak, hamma narsani. Klient tushab qolish kerak o'zida, u qoplamaydi. Va o'shaning uchun biz farqini nima qilamiz? Sizdan hech qanday komissiya olmaydi. Sizga aytadi, hamma komissiya deydi, spreadni ichida deydi. Mana shu 100%lik B-book bo'ladi. Sizdan komissiya olmayaptimi? Yoki 2 dollar, 3 dollar olib qo'yadi. Bu 2-3 dollar nimani qoplaydi? Nima deb o'ylaysizlar? Agar sizlarning pulinglar bozorga yetib borsa, Mejbankga o'ziga qancha to'lash kerak? Misol bizani o'zimizni mana Wofifixni, misol uchun mana xohlasanglar kirib ko'ringlar bemalol. Men любой bilan aql qilaman, .com mana. Даже bizani brokerda oylik majburiyatimiz bor, объем. Biz likvidga, provayderimizga, agregatorlarga, Mejbankka объем bera olmasak, yonimizdan shtraf to'lab beramiz ularga. Shuni bilib olinglar, shunaqa joylari bor. Bizga qancha ko'p odam savdo qilsa, shuncha yaxshi. Chunki nimaga? Biz faqat komissiyadan foyda qilamiz. Shu uchun A-bookimiz. Endi xo'p, B-bookni tushundinglar. C-book degani ham bor. Bu eng ayyori. Ya'ni bu gibrid. Hibrid. Bu qanaqa bo'ladi? Ichki tuzilmasi bilan tushuntirib beraman. Misol uchun 100 ta odam savdo qilyapti. 100 ta odamdan 4 tasi foyda qildi. 96 tasi zarar bo'ldi. Shu 96 tasini pulidan 4 tasini foydasini to'lab beradi. Shu 4 tasini foydasini ham to'lab bermasligi uchun keyingi safar likvid bilan shartnoma qilib qo'yadi, kichkina likvidchalar bilan, ana o'ziga o'xshagan ittoppas likvidchalar bilan shartnoma qilib qo'yadi. Mana shu 4 ta shaxsiy shotini ma'lum bir сделкalarini riskoviy deb hisoblasa, o'zini dealing diski bo'ladi, dealing center bo'ladi, dealing markaz deydi, dealing centeri likvidga beradi mana shu 4 tasini.
Qolgan 96 ta zarar qilib yuraveradi. Bu ham plicho hammasi 1K 2000, 5000, 10000 mana shunaqa gibrid ham. O'zi gibrid ham bu hisoblanmaydi. Bu 4 taga berishi ham 100% emas. Bular spreadni o'ynatib foyda qiladi. Ya'ni qanaqa sizni slifingizdan zarar qiladi. O'shaning uchun harakat qiladi. Nima va'da beradi sizga? Xohlagan broker saytiga kiring. U normal brokerligingiz qayerdan bilasiz? Doim hamma yerda ogohlantirish bo'ladi. Warning so'zi yozilgan bo'ladi. Warning yozilgan bo'ladi. Hamma joyda ogohlantirish bo'ladi. Bugungi foydang ertangi foydang kafolatlanmaydi. Kecha qilgan foydang bugungi foydani kafolatlanmaydi. Savdo qil, sen boyib ketasan. Hozir aytayapti-ku, keyin esingdan chiqib ketdi, bonus. Mana. Bu hammaga tegishli, qizig'i yo'q. Menga вообще qo'rqqanim Alloh faqat. Mana shu bonus bor-ku, bu bonus. Yaxshilab ko'rib olinglar. Forex sohasida bonus yo'q. Forex sohasida bonus yo'q. Bu laxatron %100. Bu kazinoda bo'ladi. Любой broker nima necha yil ishlagan, kim reklama qiladi, kim olib chiqadi, kimni tanishi, kimni bilishi qizig'i yo'q. Sizga tashagan pulingizga pul qo'shib beraman deyaptimi? Ya'ni depozitdan bonus qilib beraman deyaptimi? Bo'ldi, u bebuk. U kazino, bozorga olib chiqmaydi sizni. Qizig'i yo'q kim broker u. Orqasida kim turibdi-yu, oldida kim turibdi. Pagoda bermaydi. Xafa bo'lishmasin, ochig'i. Xo'p, bonus masalasini aytdim va nima? Hozir ko'payapti reklamalar. Ya'ni siz savdo qilsangiz uy olasiz, mashina olasiz, auto. Mashina olasiz va chet elda aylanasiz, mana shunaqa gaplar, bir nimalar. To'g'ri akalar, savdo qilib uy, mashina, chet el hammasi bo'lishi mumkin, lekin buni tagida bilim yotadi. Ya'ni 1 oyda, 6 oyda, 5 oyda, 4 oyda bu narsa bo'lmaydi. Bunga vaqt, oy, yil ketishi mumkin, undan kamroq, undan ko'proq, lekin broker alhamdulillah. Broker sizga depozitingizga bonus beryaptimi? Sizni referalkadan o'tkazyaptimi? Plus katta plicho beryaptimi? Bo'ldi, bu qizig'i yo'q. Kim reklama qiladi? Kim olib chiqadi uni? Kim nima qiladi? Tagdali bu pishdi, короче. Shu broker temasi bo'yicha mana shuni aytmoqchi edim.